Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana 19 fevral bugun ham bir ishni boshlab tugatdik. Mana uyni tagidan olib o'tdik suvga 32 lik stashga uyni tagi rasa uyni tagidan to'g'ri keldi. Olib o'tib ulab qo'ydik. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Ekranlarimizga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Mana shu joydan o'tdi mana. Mana endi suv bor ekan, sentralniy. Shuni ulab qo'yaveramiz o'zimiz dedi. Lekin ulab ber deydiganlar bo'lsa, sentralniyga ulab montajlarini ham qilaveramiz. Mana shu uy tagidan o'tdi.